Yaxshimisiz? Qandaq ahvolingiz? Oktyabr ayingizni yaxshi tugitib, noyabrni yangi kayfiyat bilan boshlab oldingizmi? Bu yilgi oktyabr oyi biz uchun boshqacha barakatlik va go'zal o'tdi. Kuzlik dam olishimizda yo'ldoshim ikkimiz Finlandiyaga bir qancha kunlik sayohatga berib keldik. Finlandiyani burundilla havosi sovuq, ammo ijtimoiy turmush uslubi oddiy va sifatli bo'lg'achqa yaqinqi bir qancha yillik statistikalarda dunyoning eng baxtli davlati deb bog'langanligini anglagandim. O'ylab qolatdim. Bundaq sovuq va osmoni doimo tutuq turadigan bir davlatning xalqi qanday qilib xushallik tuyg'usini davom qila oladigandir deb. Bu qitimliq sayohatimiz Finlandiya madaniyatini cho'nqur tushunish uchun yetarli bo'lmasa-mu, ko'chadagi kishilarning ruhiy holati, ijtimoiy turmush shakllaridan bu jamiyatning nimaga bakrak ahamiyat beradiganligini ko'rib olish bakmu tasga to'xtamadi. Biz Helsinki shahrida bo'lgan bir qancha kunda havo ba'zi yomg'irliq, ba'zida qisman ochiq bo'ldi. His qilgan muhim nuqtadan biri bo'lsa, shivirg'an yomg'irliq havo bu yerdagilarning turmush ritmini qalaymiqonlashtirib o'tmaydi ekan. Bolalarni yomg'irda harvisiga selib sayli qilayotgan yosh ayollar, shivirg'anga qarshi yo'nalishda yo'l bo'yida yugurayotgan 60 yosh usti timan finlandiyaliklar, qilin sharpini ching o'rab, qo'liga qahva stakanini ilib olib, ko'chalarda paranglashib turgan yoshlar bu sovuq atmosferani illatadi ekan. Haqiqatanmi o'z yashayotgan muhitdan huzur olishni yetishtirish oson ish emas. Halbuki nurg'unlarimiz atrofdagi muhitning ta'sirini bak muhim ko'rib olganligimiz tufayli o'zimizning ichki dunyamizdagi tinchlik va ijtimoiy turmushimizdagi tangpungliqni yo'qotib qo'ydik ekanmiz. Finlandiyaliklar bo'lsa, mencha dal mushu xil tangpungliqni nayt yaxshi tanshab ketayotganlik uchun o'zlarini baxtli his qildi deb o'ylayman. Helsinki shahridan dengiz yo'l orqali 2 soatda Estoniya davlatining poytaxti Tallinn shahriga borg'ili bo'ldi ekan. Paraxodda o'tirgach shuni o'ylab qoldim. 2 soatlik musobaqa ikki davlatni tinch va do'stona shaklda ayirib turdi ekan. Mayli o'tmishda qanchalik qon to'kilgan bo'lsin, bugungi bu ikki davlat mushu zaminning har birimizning yashashimizga yetarli ekanligini, zamin talishib kuch sinishning faqat ig'ir zarbalarni ilib keldiganligini bilib yetgan ekan deb o'ylab qoldim. Tallinnga kelsak, sayohat do'stlarimizning tavsiyasi bilan tarixiy ko'ni shahar qismini kesib chiqdik. Shahar qurilmasi kichikimizda kinolarda ko'rgan o'ttir asrni aks ettiradigan shaharlarning dal o'sgan. 1000 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan imoratlar, yo'llar, ko'ni tomoq retseptlari saqlangan restoranlar, cherkovlar va yerlik aholisi haqiqatan yo'ldoshimizni cho'chak dunyosiga boshlab akirdi. Biz Tortash yaxshi do'stimiz yolg'iz tavsiya qilgan Olda Hansa degan restoranga kirdik. Restoran oldidagi yigitning xushxuyligi xuddi vatandagi oshpuzlarning oldida mehmon chaqirg'uchi bo'lib ishlaydiganlarga o'xshaydi ekan. Restoranning imorati 15-asrga tava bo'lib, ishki qismi shu asrga xos bo'lgan uslub bilan bezalgan va bugungacha saqlanib qolgan ekan. Yo'ldoshimiz bu yerda kavas borligini bilib, bak xush bo'lib ketdik. Va bug'ish bilan Estoniya uslubidagi o'pki sipdan eg'iz tekkash 15-asrning atmosferasida go'zal bir g'izo vaqt o'tkazdik. 100 yillik tarixiy qahvaxonada
Arımımızı ilib alğaş, qahvədən huzurlandıq. Muşundaq tarihi rayonlarga bassamlam, suyimlik vətənimdəki tarihi ıslarını əsləymən. Talin həqiqətən bək özgüc bir yer ekan. Məyli ko'chalarning pokizligidan aytayli, yoki davlatning, xalqning ko'ngli shahar qismidagi tarixiy yodgorliklarga bo'lgan qadrlashi bo'lsin, meni ko'p o'ylarga soldi. Sayohatimizning oxirgi yarim kunni Helsinki Milliy kutubxonasida o'tkazdik. Yo'ldishim bilan 1600-yillarga tava bo'lgan muqaddas kitob va muqaddas kitobga munosabatlik nurg'un yaxshi kitoblarni tepib oldik. Yo'ldishim deydi, garchi shuncha yillik e'tiqod hayotida davomliq muqaddas kitob o'qishni odat qilgan bo'lsa-mu, har qitim o'qisa, Xudoning yangilik berib turg'ichi, yangi bir ro'yat orqali zehnini ichib turadigan, ilgirlatadigan, yaxshilikqa qarta yetaklab mangadigan bir Xudo ekanligini qayta his qiladi ekan. Shunga doimo Xudoyimga rahmat degim keladi. Eng oddiy ishlardan yurak tarimni zilzilaga soladigan ajoyib mo'jizalik ishlargacha har birda Xudoning yangi bir yaxshiliklarni planlayotganligini his qilishmi, menga xuddi shu atigini yegan bir burdanondek kuch va ilhom berdi. Muqaddas kitobning Yeshaya bilimida shundoq bir yer bor. Qaranglar, men yangi bir ish qilmoqchi. Bu ish amdila yuz berishga başladı. Acaba sizlar his qilmadinglarmi? Men cho'llikda yo'l yasayman, qumliqda daryo hosil qilaman. Nima degan go'zal ha? Durust. U har vaqt yangi bir ish, yangi bir plan orqali bizga bo'lgan mehr muhabbatini bildirguchi Xudodir. Ba'zida yangi ishlarni boshlash haqiqatan tez keladi. Ba'zida tushkunliklarmi bo'ladi. Xuddi kuzning boshlang'ichi siyriq qizil g'azonga to'lib bizni hayajonlantirsa-mu, sovuq bir qishni kutib olganligimiz bizni tushkunlashtirgandekla. Mencha hayotimizning har mavsumining o'ziga xos alohidliklari bor. Mayli siz hozir qaysi mavsumda bo'ling, unutmayli. Xudo yangi yaxshilik elib kelguchi. Umid berguchi emas, dal umidning o'zi. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Kelarki qitimliq vlogimda ko'rishaylik. Aman bo'ling.